Assalomu alaykum kanal izləyicilari, aziz vatandoshlar, mototsikl ishqibozlari. Sizlar bilan Beruniy Moto Shahruh. Uragan mototsiklimizni kiygan, obtolka metrib, rasvas chiqib qolgan asosiy sabablari vozdux. Zavodda qanday yig'amiz, shundancha aydagan vozduklarga qaramagan, moylarning eng yomonlarini olgan. Motorning turine qaranglar. Qara ko'mir o'yatdi. Porsularni yuriyizlar maga. Qara. Buni qaranglar. Musor. Chiqmaydi u. Musor o'yatdi. Xo'p, biz buni yangilarni qo'yibmiz. Yangi salafon. Tazalardan basıp, xudo xolasa garantiya qo'yib ishlab beramiz. Motorga qaranglar. Shu motorni qap-qara o'yatdi. Moyning, vozdukning vaqtlarına qarab yuringlar. Tez-tez vozduk qilmasanglar, 1 yilda 3-4 tane taza qo'yib tashanglar. Ondan tashqari, 1 oyda 1 marta o'zining vozdug'ini tozalatib, kompressorda uxlatib, tozalatib turinglar, xullas. Mashalkasi bor ichida, birolarida zavodga o'zidan mashalka bo'ladi. Mashalkasini rames bilan yuvib, tozalab bosib turinglar. İçinde qog'oz bo'lsa, qog'ozini kompressor bilan tozalab, zakon etib bosib qo'yinglar. Moyning eng sifatlisidan qo'yinglar. Monno yozik qo'yinglar. 10 ga 40, 5 ga 40 shunday. Yaxshi garantiya olib to'lan qo'yinglar. Biz gizib qo'shni qilib qo'yibmiz. Bularni toza qo'yganimiz mana. Özünün kırklatçıları ya da portaların noy mene yaltırab durpa telefon görmedi o zo'rish qilib sayniklerim mene klapni sayniklerim qo'yib beramiz. Xudo xolasa ishimizga javob. Mana shu narsa meni qiziqtirdi. Avtomat uyga qo'yilmagansa matlarga ham qo'yiladigan buni. Bir shaq zo'r. Kanalimizga uzoqlashmang. Yaxshisi yag'ib, sakon etib, qotlaganimizdan video qilamiz. Arkadaşlar.